Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga beriladigan ayrim to'lovlar bekor qilindimi? Endi kimlar pensiya ustamasini oladi? Kimlar esa bu pulni kutib yurmasligi kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, buvi-bobo, yolg'iz yashayotgan qarindosh yoki nogironligi bo'lgan keksa inson. Birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam o'ziga tegishli pulni ololmay qolishi yoki aksincha. Bekor umid qilib oylar davomida idora yurishi mumkin. Men bugun masalani oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p chalkashadigan joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Kimga ustama beriladi, kimga berilmaydi? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi. Avvalo asosiy savolga javob beraman. Qariyalarga to'lov umuman bekor bo'ldimi? Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar turli to'lovlarni bir-biri bilan aralashtirib yuboradi. Pensiya bu alohida, pensiyaga ustama bu alohida. Parvarish uchun beriladigan to'lov yoki kompensatsiya ham alohida masala. Ijtimoiy yordam, moddiy yordam, mahalla orqali beriladigan nafaqa, nogironlik bo'yicha to'lovlar ham boshqa tartibda yuradi. Oldin ayrim holatlarda keksa yoshdagi o'zgalarning parvarishiga muhtoj bo'lgan, yolg'iz yoki alohida to'yfadagi pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar berilgan. Ko'p odam buni oddiy qilib qariyaga qaraganlik puli deb ataydi. Lekin qonun va qarorlarda bu to'lovning nomi, sharti, kimga berilishi va qanday hisoblanishi aniq bo'ladi. Mana shu shartlar o'zgarganda xalq orasida to'lov bekor bo'lib degan gap tarqaladi. Aslida esa ko'p holatda pul butunlay yo'qolib ketmaydi, balki tartib o'zgaradi. Masalan, oldin alohida ariza bilan olinadigan to'lov endi pensiyaga ustama shaklida qo'shilishi mumkin. Yoki oldin parvarish qilayotgan shaxsga berilgan pul endi pensionerning o'ziga qo'shimcha sifatida hisoblanishi mumkin yoki aksincha. Ayrim to'yfalar bo'yicha ilgari mavjud bo'lgan qo'shimcha to'lov bekor qilinib, faqat aniq mezonlarga javob beradigan odamlarga qoldiriladi. Shuning uchun men birinchi navbatda shuni aytaman. Qariyalarga to'lov bekor qilindi degan gapni eshitganingizda vahimaga tushmang. Qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlang. Sizning pensiyangizmi, pensiya ustamangizmi, parvarish puli yoki mahalla orqali beriladigan yordammi? Mana shuni ajratib olish kerak. Chunki har birining tartibi boshqa. Oldingi tartibda ko'p pensionerlar qo'shimcha pul olish uchun alohida murojaat qilardi. Masalan, qariya sag'ini yoshdan oshgan bo'lsa, yolg'iz yashasa, sog'lig'i sabab doimiy yordamga muhtoj bo'lsa yoki nogironlik guruhi bo'lsa, unga qo'shimcha to'lov masalasi ko'rib chiqilardi. Bunda ko'pincha tibbiy xulosa, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, mahalla tavsiyasi, oila tarkibi haqida ma'lumot va pensiya hujjatlari so'ralardi. Amaliyotda esa muammo ko'p edi. Bir hududda odamga sizga beriladi deyishardi. Boshqa hududda xuddi shunday holatdagi odamga sizga tegishli emas deyishardi. Kimdir hujjatni to'g'ri topshirgani uchun pul olardi. Kimdir shartga mos bo'lsa ham hujjat to'liq bo'lmagani uchun ola olmasdi. Ba'zi oilalarda qariyaga haqiqatan farzandi qarardi. Lekin rasmiy hujjatda parvarish qiluvchi shaxs ko'rsatilmagani uchun to'lov chiqmasdi. Yana ba'zi joylarda qariya yolg'iz yashamaydi deb hisoblanardi. Chunki ro'yxatda farzandi yozilgan, lekin aslida farzand boshqa shaharda ishlaydi. Hozirgi o'zgarishlarning maqsadi odatda shuni tartibga solishdan iborat. Kim haqiqatan muhtoj, kim qonun bo'yicha ustama olish kerak, kim esa umumiy pensiya doirasida qoladi. Ya'ni davlat hamma pensionerga bir xil qo'shimcha pul beravermaydi. Qo'shimcha mablag' aniq toifadagi odamlarga yo'naltiriladi. Bu toifalarni tushunmasangiz, yangilik noto'g'ri talqin qilinadi. Masalan, bir pensioner oddiy yoshga doir pensiya oladi. U 64 yoshda sog'lig'i nisbatan yaxshi, farzandlar bilan yashaydi, o'zini o'zi parvarish qila oladi. Bunday odam qariyalarga ustama berilar ekan deb kutsa adashishi mumkin. Chunki ustama faqat yoshga qarab emas, ko'pincha qo'shimcha shartlar asosida belgilanadi. Boshqa misol, tayinli yoshli bu yolg'iz yashaydi, ko'z yaxshi ko'rmaydi, yurishi qiyin, doimiy dori ichadi, shifokor nazoratida. Unga pensiya ustamasi yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buning uchun faqat yosh katta degan gap yetmaydi. Tibbiy holat, yolg'iz yashashi, oila tarkibi, ro'yxatda kimlar borligi, boshqa yordam turlari olayotgani yoki olmayotgani tekshiriladi. Men buni eng sodda qilib ajrataman. Agar siz yoki oilangizdagi pensioner oddiy pensiya olayotgan bo'lsa, ya'ni yoshga doir pensiya.
nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi belgilangan bo'lsa, asosiy pensiyaning o'zi bekor qilinmaydi. Pensiya qonuniy huquq. Odam pensiya yoshiga yetgan, ish staji va badallari hisoblangan. Pensiya tayinlangan bo'lsa, bu pul qariyalarga to'lov bekor qilindi degan gap bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Xavotir olish kerak bo'lganlar kimlar? Birinchidan, ilgari pensiyasiga qo'shimcha ustama olib kelganlar. Masalan, har oy asosiy pensiyadan tashqari ma'lum miqdorda qo'shimcha pul tushgan bo'lsa, endi bank kartasiga kamroq pul kelib qolsa, darhol sababini aniqlash kerak. Ikkinchidan, parvarish puli yoki qariyaga qaraganlik bilan bog'liq to'lov olayotgan oilalar. Uchinchidan, yolg'iz pensioner sifatida ro'yxatda turganlar. To'rtinchidan, nogironligi bo'lgan keksa fuqarolar. Beshinchidan, taqdim yoshdan oshgan yoki tibbiy xulosaga ko'ra doimiy parvarishga muhtoj deb topilgan pensionerlar. Xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar ham bor. Agar siz hech qachon ustama olmagan bo'lsangiz, faqat asosiy pensiya olib kelgan bo'lsangiz va oxirgi oyda pensiya miqdori o'zgarmagan bo'lsa, demak sizga tegishli to'lov bekor bo'lmagani emas. Avvalo siz umuman qaysi toifaga kirasiz, shuni tekshirish kerak. Ko'p odam qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak deb o'ylaydi. Lekin qo'shnining holati boshqa bo'lishi mumkin. Uning yoshi yuqori, nogironlik guruhi bor, urush yoki mehnat faxriysi maqomi bor, yolg'iz yashaydi yoki alohida imtiyozli toifaga kiradi. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 75 yoshli otaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U o'g'li, kelini va nevaralari bilan bir uyda yashaydi. O'zini o'zi eplaydi. Do'konga chiqadi, shifokorga farzandlari olib boradi. Lekin doimiy parvarishga muhtojligi haqida tibbiy xulosa yo'q. Bunday holat avtomatik ravishda qariya bo'lgani uchun qo'shimcha ustama oladi deb aytib bo'lmaydi. Uning pensiyasi saqlanadi. Lekin qo'shimcha to'lov uchun alohida asos kerak. Ikkinchi misol, Saqbayg'in 3 yoshli ayol qishloqda yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda ro'yxatda ham u bilan birga doimiy yashovchi odam yo'q. Ayolning qon bosimi yuqori, yurishi qiyin. Poliklinikada doimiy nazoratda. Mana shu holatda pensiya ustamasi yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha qo'shimcha to'lov masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu faqat mahallaga og'zaki aytib qo'ysa yetmaydi. U tibbiy ko'rikdan o'tishi, oilaviy shifokordan ma'lumot olishi, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy xizmat organiga murojaat qilish kerak. Uchinchi misol, 68 yoshli pensioner nogironlik guruhi bilan pensiya oladi. Unga allaqachon nogironlik bo'yicha ayrim qo'shimchalar hisoblangan bo'lishi mumkin. Endi u yana yoshga doir ustama ham olaman deb o'ylaydi. Bu yerda 2 marta bir xil asosda pul to'lanmasligi mumkin. Agar bitta to'lov nogironlik holatini qoplasa, ikkinchi to'lov uchun boshqa alohida asos talab qilinadi. Shuning uchun menda nogironlik bor, demak hamma ustama menga tegishli degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. To'rtinchi misol. Bir oilada tavin bir yoshli boboga nabirasi qaraydi. Nabira ishga kirmagan, boboni shifokorga olib boradi, ovqatini qiladi, dori darmonni olib keladi. Oila qaror puli olishni xohlaydi. Bu holatda eng muhim savol: boboning doimiy parvarishga muhtojligi rasmiy tasdiqlanganmi? Nabira parvarish qiluvchi sifatida rasmiylashtirilganmi? Boboning pensiyasiga qo'shimcha ustama chiqadimi yoki parvarish qiluvchi shaxsga alohida to'lov beriladimi? Mana shu savollarga hujjat bilan javob bo'lmasa, og'zaki qaror faktining o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-misol, pensiya ayol 9 yoshda. U 9 yoshdan oshganlarga ustama bor ekan deb eshitgan. U paxmin yoshga to'lishidan oldin ariza bersa, pul chiqadimi? Ko'pincha yosh bilan bog'liq imtiyozlar aynan belgilangan yoshga to'lgan kundan yoki keyingi oy hisobidan qo'llanadi. 7-9 yosh ibn oy bo'lsa ham, shart taqim yosh bo'lsa, hali huquq paydo bo'lmagan hisoblanadi. Lekin oldindan hujjatlarni tayyorlab qo'yish mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, tibbiy ma'lumotlar, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Endi eng asosiy savol: pensiya ustamasini kimlar oladi? Men buni umumiy toifalar bo'yicha tushuntiraman. Chunki aniq miqdor va tartib amaldagi qarorlar hududiy amaliyot va shaxsning hujjatlariga qarab belgilanadi. Birinchi toifa: yoshi juda katta pensionerlar. Ayrim hollarda ma'lum yoshdan oshgan fuqarolarga, masalan, daxlni yoshdan keyin qo'shimcha ustama belgilanishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'ladimi yoki ariza talab qilinadimi? Buni joyingizdagi pensiya jamg'armasidan aniqlash kerak. Men har doim shuni maslahat beraman. Tekasini yoshga yaqinlashgan pensionerning qarindoshlari oldindan hujjatlarni tekshirib qo'ysin. Chunki karta raqami, pasport ma'lumoti, yashash manzili
pensiya hujjatlarida xatolik bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Ikkinchi toifa o'zgalarning parvarishiga muhtoj pensionerlar. Bu yerda asosiy hujjat tibbiy xulosa bo'ladi. O'zi yura olmaydi, uydan chiqmaydi, ko'zi ko'rmaydi, xotirasi yomonlashgan degan gaplar insoniy jihatdan tushunarli, lekin to'lov tayinlash uchun rasmiy tasdiq kerak. Tibbiy komissiya yoki oilaviy shifokor bergan ma'lumot. Nogironlik guruhi parvarish zarurati haqidagi xulosa muhim. Uchinchi toifa yolg'iz pensionerlar. Yolg'iz deganda faqat turmush o'rtog'i vafot etgan odam tushunilmaydi. Ba'zan odamning farzandi bor, lekin u bilan yashamaydi. Ba'zan ro'yxatda farzandi turadi, lekin amalda chet elda. Ba'zan esa farzandlari borligi sabab yolg'iz emas deb hisoblanadi. Shu sababli bu toifada eng ko'p nizolar chiqadi. Men shuni aytaman. Yolg'iz yashash holati rasmiy hujjatlarda qanday ko'rinayotganini tekshiring. Uy daftarida yoki elektron ro'yxatda kimlar ko'rsatilgan, mahalla ma'lumotida nima yozilgan, bu juda muhim. 4-toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik guruhi kasallik darajasi, mehnat qobiliyati, parvarish ehtiyoji turlicha bo'ladi. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan pensioner bilan 3-guruh nogironligi bo'lgan pensionerning huquqlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun guruh muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy xulosa amal qilish muddati tekshiriladi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, ustama to'xtab qolishi ehtimoli bor. 5-toifa. Alohida maqomga ega fuqarolar. Masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, ayrim xizmat vazifalarini bajargan shaxslar, davlat mukofotlari bor fuqarolar yoki qonun bilan alohida himoya qilinadigan toifalar bo'lishi mumkin. Bu toifalarda ustama oddiy yosh va kasallik asosida emas, balki maqomni tasdiqlovchi hujjat asosida belgilanadi. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, arxiv ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar kecha pul tushadi, bugun tushmadi. Demak, bekor qilishdi deydi. Lekin sabablar har xil bo'lishi mumkin. Birinchi sabab hujjat muddati tugagan. Nogironlik xulosasi muddati o'tgan bo'lsa, qayta tasdiqlanmaguncha qo'shimcha to'lov to'xtashi mumkin. Ikkinchi sabab pensionerning yashash holati o'zgargan. Masalan, yolg'iz yashab kelgan qariya farzandiga ko'chib o'tsa yoki ro'yxatga boshqa odam qo'shilsa, yolg'iz pensioner maqomi qayta ko'riladi. 3-sabab pensioner vafot etganidan keyin qarindoshlar kartaga tushadigan pullarni kutib yurishi. Bu juda nozik masala. Pensiya shaxsning o'ziga tegishli. Vafotdan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bor. Ortiqcha tushgan pulni keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda darhol pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. 4-sabab 2 xil yordamni bir vaqtning o'zida olish mumkin emasligi. Ba'zi yordamlar bir-birini takrorlasa, faqat bittasi tanlanadi yoki biri hisobga olinadi. Masalan, parvarish uchun alohida to'lov olayotgan shaxs bilan pensiyaga ustama masalasi bir-biriga bog'lanishi mumkin. Bu har doim ham bekor qilish degani emas, balki takroriy to'lovlarning oldini olish tartibi bo'lishi mumkin. 5-sabab bank yoki karta muammosi. Ba'zan odam to'lov bekor bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan. Bank rekviziti o'zgargan yoki SMS xabarnoma kelmagan bo'ladi. Shuning uchun avval bankdan kirimni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Birinchi nozik jihat ariza berilgan sana muhim. Ayrim to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlari ariza berilgan kundan, ayrimlari esa keyingi oydan hisoblanadi. Masalan, qariya yanvarda daxibun yoshga to'ldi, lekin qarindoshlari iyunda murojaat qildi. Agar tartib bo'yicha ustama avtomatik bo'lmasa, oldingi oylar uchun pul to'liq qayta hisoblanmasligi mumkin. Shu sababli vaqtni cho'zmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatda turish bilan amalda yashash bir xil emas. Ko'p oilalarda farzandlar ota-onasining uyida ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda yashaydi. Hujjatlarda esa qariya yolg'iz emasdek ko'rinadi. Bunday vaziyatda mahalla profilaktika inspektori uy-joy ma'lumotlari, qo'shnilar tasdig'i yoki boshqa rasmiy ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Men bunday holatda og'zaki tortishmaslikni, vaziyatni hujjat bilan ko'rsatish maslahat beraman. 3-nozik jihat pensionerning daromadi va oilaviy holati. Ba'zi ijtimoiy yordamlar ehtiyojmandlik mezoni bilan beriladi. Agar pensionerning pensiyasi nisbatan yuqori bo'lsa, farzandlari bilan birga yashasa yoki oilaning umumiy daromadi me'yordan oshsa, mahalla orqali beriladigan yordam rad etilishi mumkin. Lekin bu pensiya ustamasi masalasidan farq qiladi. Shu sababli rad javobida aynan qaysi to'lov rad etilganini o'qing. 4-nozik jihat. Hamma oldi, men olmadim degan gap huquqiy dalil emas.
Sizning huquqingiz qo'shnining kartasiga qarab belgilanmaydi. Sizning yoshingiz, stajingiz, pensiya turi, nogironlik holatingiz, parvarishga muhtojligingiz, yashash holatingiz va hujjatlaringiz asos bo'ladi. Agar haqiqatan bir xil holatda sizga rad etilib, boshqaga berilgan bo'lsa, unda yozma javob oling va yuqori tashkilotga murojaat qiling. 5-nozik jihat. Og'zaki javobga ishonib qolmang. Sizga tegishli emas, bekor bo'lgan, keyin keling, kompyuter chiqarmayapti degan gaplar bilan masala yopilmaydi. Fuqaro sifatida siz yozma javob so'rashga haqlisiz. Yozma javobda qaysi qonun, qaysi band, qaysi sabab bilan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Keyin siz shu javob asosida shikoyat qilasiz yoki yetishmayotgan hujjatni to'ldirasiz. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa va o pensiya ustamasi olishi mumkin deb o'ylasangiz, birinchi qadamda pensiya miqdorini tekshiring. Oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini bank ilovasidan yoki bank bo'limidan ko'ring. Har oy bir xilmi, kamayganmi, qo'shimcha kirim bormi aniqlang. Faqat SMS ga tayanmang, chunki SMS kelmay qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tayyorlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa, nogironlik haqidagi hujjat, tibbiy xulosalar. Dori darmon va davolanish bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini ham oldindan o'ylang. 3-qadam, oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Agar qariya yurishi qiyin, ko'rishi yomon, xotirasi pasaygan yoki doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, buni shifokor ko'rishi va hujjatda aks ettirishi kerak. Uyda yotibdi degan gapni rasmiy xulosaga aylantirish kerak. Shifokor kerak bo'lsa komissiyaga yo'naltiradi. Nogironlik yoki parvarish ehtiyoji masalasini ko'rib chiqadi. 4-qadam, mahalladan vaziyatni tasdiqlovchi ma'lumot oling. Ayniqsa yolg'iz yashash, qarovchisi yo'qligi, farzandlar boshqa joyda yashashi, qariyaning ijtimoiy ahvoli masalalarida mahalla ma'lumoti umum bo'lishi mumkin. Lekin mahalla xodimiga faqat og'zaki aytib ketmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazilganini so'rang, javobni yozma shaklida oling. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Menga pensiya ustamasi tayinlanishi yoki qayta hisoblanishi masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar to'lov oldin bor edi va keyin to'xtagan bo'lsa, falon oydan boshlab qo'shimcha to'lov kelmay qoldi. Sababini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. 6-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Murojaat raqamini oling. Qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, yuqori tashkilotga, elektron hukumat portali orqali yoki ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. Ariza bergan kuningizni isbotlay olsangiz, keyin hisob-kitob masalasida ham pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. 7-qadam. Rad javobi kelsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobini diqqat bilan o'qing. Sabab hujjat yetishmaslik bo'lsa, hujjatni to'ldiring. Sabab yosh yoki toifa mos kelmaslik bo'lsa, haqiqatan huquq bormi? Tekshiring. Sabab noto'g'ri qo'llangan deb hisoblasangiz, yuqori pensiya jamg'armasi organiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat qilishdan oldin qo'lingizda yozma rad javobi bo'lsin. Arizada hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men kambag'alman. Menga yordam bering deyish o'rniga, men 2 yoshdaman, yolg'iz yashayman. Doimiy parvarishga muhtojligim tibbiy hujjat bilan tasdiqlangan. Shu sabab pensiya ustamasi masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish ancha kuchli. Hujjat tili aniq bo'lishi kerak. Yana bir xato, birovning kartasidan foydalanish. Pensionerning pensiyasi boshqa odam kartasiga tushsa yoki qarindoshlar nazoratsiz ishlatsa, keyin nizolar chiqadi. Qariya pulni o'zi olishi, agar o'zi ola olmasa, qonuniy ishonchnoma orqali vakil olish kerak. Bu nafaqat to'lov uchun, balki oilaviy nizolarning oldini olish uchun ham muhim. Yana bir xato, ijtimoiy tarmoqlardagi gapga ishonib rasmiy joyga bormaslik. Hamma to'lov bekor bo'ldi, endi hech kim olmaydi. Faqat tanish orqali bo'ladi kabi gaplar odamni chalg'itadi. Men ekspert sifatida aytaman. Sizning masalangizni faqat rasmiy hujjat va rasmiy javob hal qiladi. Tanishning gapi, qo'shnining tajribasi. Internetdagi izohlar yo'nalish berishi mumkin, lekin huquqni belgilamaydi. Demak, qariyalarga to'lov masalasida eng muhim narsa shuki, asosiy pensiya bilan pensiya ustamasi va parvarish to'lovini aralashtirmaslik kerak. Asosiy pensiya bekor bo'lib ketmaydi.
Ammo qo'shimcha ustama yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar aniq shartlar asosida beriladi. Kimdir yoshi, kimdir nogironligi, kimdir yolg'iz yashashi, kimdir doimiy parvarishga muhtojligi sabab ustama bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini tekshiring. Yoshi, pensiya turi, nogironlik muddati. Tibbiy xulosasi, yashash manzili va oxirgi oyda tushgan pensiya miqdorini ko'ring. Agar pul kamaygan bo'lsa yoki ustama chiqmayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan yozma izoh so'rang. Agar pensioner parvarishga muhtoj bo'lsa, avval shifokordan rasmiy xulosa oling. Keyin mahalla va pensiya bo'limiga murojaat qiling. Sizlarning iltimos izohlarda yozing. Sizning hududingizda qariyalarga ustama yoki parvarish to'lovi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Kimlarga berilyapti? Kimlarga rad javobi berilyapti? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning o'z haqqini vaqtida olish uchun sabab bo'lishi mumkin.